Davom etamiz. Prezidentimiz tashabbusi va topshiriqlari asosida yozgi ta'til davrida maktab o'quvchilarining bo'sh vaqtini mazmunli va samarali tashkil etish maqsadida Dolzarb 90 kunlik loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida Surxondaryo viloyatida ilg'or xorijiy tajribalar asosida umumta'lim maktablarida kasb markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Bugun mazkur markazlar o'z faoliyatini boshladi. Hozir shu haqda. Termizlik yoshlar endi ta'tilda zerikish neligini bilmaydi. Ayni shu maqsadda prezident topshirig'i bilan Termiz shahri Politexnikumida tashkil etilgan kasb markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Markaz faoliyatining birinchi kunidayoq yoshlar to'garaklar faoliyatiga katta qiziqish bildirishmoqda. Hozirda 30 nafar bolani o'zimiz ro'yxatga olib, bevosita to'garakka jalb qilyapmiz. Bu to'garakka bolalar juda qiziqish bildiryapti. Ertalab faoliyatimiz 8:30da boshlanishiga qaramay, ko'pgina bolalar 8da kelib kutib o'tirishibdi. O'sha o'zim bilan bevosita yoqish jarayonlarini qo'yib, ko'rib, tomosha qilishyapti, o'rganishyapti. Kasb markazida hunarmandchilik, kulolchilik, yog'och va metal o'ymakorligi, ijtimoiy tarmoqlarda kontent yaratish, reklama va targ'ibot strategiyalari kabi yo'nalishlar bo'yicha to'garaklar tashkil etilgan. Manzilda o'quvchilarning kasb-hunar o'rganishlari uchun yaratilgan sharoitlari bilan yaqindan tanishgan viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov yoshlar uchun bepul tarzda faoliyat yuritayotgan o'qituvchi va murabbiylarning oylik maoshlari haqida ham to'xtalib o'tdi. O'qitganligi uchun ham hech kim tekin o'qitmaydi. Davlat tomonidan bularni mana shu bolalarimizga 3 oy davomida o'rgatgan qilgan ishlari uchun ustamalari ham, ish haqlari ham beriladi. Bolajonlardan pul olinmaydi. Ota-onalardan ham diqqatiga, bu mutlaqo tekin. Shu kunning o'zida video konferensiya aloqa orqali hududlarda yana 15 ta markaz faoliyatlariga rasman start berildi. Viloyat hokimi to'garaklar faoliyati bilan tanishib, mas'ullarning axborotlarini tingladi hamda o'quvchi yoshlarning qiziqishlarini inobatga olgan holda to'garaklar soni yanada oshirilishi bo'yicha tegishli vazifalar belgilab berdi. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.